ProKex kursi kimlar uchun? Balkim u sizga kerak emasdir ham. Lekin o'ylaymanki, siz mana shu yerda o'tiribsiz, munosabatlar ustida ishlayapsiz ekan, demak sizga kerak. Munosabatingizda agar siz mehrni, yana ham yaqinlikni qaytadan his qilmoqchi bo'lsangiz, chunki biz 5 yil yashab qo'yamiz, 10 yil yashab qo'yamiz, tabiiy holat, aytganimdek munosabatlar 4 yillikda zerikishni boshlaydi. Biz faqat ularni ustida ishlashimiz kerak. Shunday ayollar uchun mana shu ProKexni taqdim qilyapman. Agar siz erkakdan o'sha turmush o'rtog'ingizdan e'tiborlarni, qadrlanishni, shu bilan birga o'sha muhabbat tili, sovg'alar deysizmi, qo'llab-quvvatlash deysizmi, o'shalarni olmoqchi bo'lsangiz, demak bu kurs siz uchun. Intimda o'sha aytganda, men intimda o'z xohishlarimni ayta olmayapman deganlar uchunda, intimda erkin, ishonchli, o'zingizga avvalambor rohatlanishni o'zingizga ravo ko'rayotgan bo'lsangiz, marhamat, chunki u kursimda juda zo'r texnikalar bor. Ya'ni qaysi ma'noda texnikalar? Ayol o'zini ochish uchun nima qilish kerak? Ayol erkak bilan o'ynaydigan o'yinchoqlar, o'yinlar, ehtiroslar qanday uyg'onishi haqida, o'shalar haqida gapirib berganman-da. Biz xohlamayotganimizda yoki uyalayotganimizda sabablarini ham keltirib chiqqanman. Oilasida tinchlikni xohlayotganlar, ishonchsizlik, barqaror muhit bo'lishni xohlaganlar uchun albatta mana shu ProKexni men tavsiya qilgan bo'lardim.